Assalomu alaykum. Xullas, biza bugun O'zbekiston o'yinini Registonda ko'ryapmiz. Fikrlar qanaqa Ulug'bek, gapirmish o'yin haqida? Endi biz ikki tomonni ham boled qilamiz, albatta. Muxlis biz. Ronaldoga. Farqi yo'q, Ronaldoga ham yoshlikdan. O'zbekistonimiz o'zimizni mana shu yerda ko'ryapsizlar. Uchun nasib bo'lsa, yutsak ham yutqazsak ham jahon chempionatiga chiqdik muhimi. Wi-Fi qotyapti. Mana shunaqa narsa. Xullas, Registonda odam deyarli yo'q. Hamma bugun futbolda. Futbolga bordik-da. Amfiteatrda futbol bo'lyapti. Bo'lish kerak edi. Biz kira olmadik. Joy to'lib qoldi. O'shanga keyin Registonga keldik. Antena ham qotyapti. Axir bu O'zbekiston. Kayfiyat 50 yillik, chunki kutilgandi. Kamida 5 ta gol kutuvdim o'zim. Portugaliya iloji yo'q, kuchli ancha. Vaziyat ham shunga to'g'ri kelib qoluvdi.